Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Rishton Navoiy Kottej ko'chasidan sizlarga 8 sotixli 5 ta xonadan iborat bo'lgan hovlimizda obzorini qilamiz. Qani ketdik. Eng kerakli tomonini aytaman sizlarga. 32 ta avtomat tushirishgan. Har biri konditsioner, xolodilnik bezopasni qilib qo'yishgan. 3 faza tokini ham olib kelib qo'ygan, tayyor qilib. Mana bruchatkalarni urishib, mana xonani qaranglar-da. Mana xonani qaranglar. Toshkent formadan hech qanaqa kami yo'q. Uni qaranglar. Sraz aytaman, 90% mebel jihozlari qoladi. Keyingisi har bir xonada kerak bo'lsa konditsioner bor. Qo'l yuvishga qaranglar, sharoitni ham zo'r qilib qo'yishgan. Bu tomonimizda kuxnyasi. Qimmatbaho kuxnyasi, konditsioneri bor, televizori bor. Rosa yaxshi apparatura nimalardan qilishgan. Mana shu mebelni nimasi ham, duxovkalari ham hammasi qimmatbaho xolodilnikgacha yaxshi narsalar olib kelib qo'yishgan. Hovlisiga kelsak, 8 sotiq, svet suvdan muammosi yo'q, gaz yo'q, lekin sizlar aytdim. Mana bu tomon ko'rsating, kanalizatsiyani отдельно chiroyli qilib qo'yishgan. Keyin naryoqda ham, naryoqda ko'rsating. Naryoqda ham отдельно kolodisi bor o'zini. O'sha hojatniki, anu vannaniki, mana bu yerda kachalkasi bor. Rayhonlarda gullar chiroyli qilib qo'yishganini qaranglar. Mehrni rosa berishgan. Mana ko'chadagi umumiy sanuzilar. Mana bu yerda qaranglar, Ariston nimalari, topli poli bor. Uydagi umumiy sanuzilda ham, bu yerda ham topli poli bor istadi. Mana parilkaga pechkalarni ham qo'yishgan, vanna o'sha hamma yo'g'i nima desangiz bor xullas. Mana bu yerda bemalol letniy kuxnya qilib qo'ysangiz ham, oshton-poshtonlar qo'yib, xudo xolasa. Naryoqda hojatxonamiz bor. Bu qismiga o'tamiz. Sразу kengina terasamiz. Mana yana konditsioner, natijnoy patologlar qilib qo'yishgan. Gilamlarni ham yaxshisidan solishgan, pardalari. Mana joylarni ham qaranglar, mana sanuzilni qaranglar. Sanuzlar Toshkent forma. Sensorli oynasi, mana uni ham Ariston yaxshisi, hojati mana. Dushovoyi, metga tapchalar qo'yishni chiroyli qilib. Bu yerdan chiqqandan keyin sразу spalnisi har doim ahamiyat beringlar, qaranglar. Yomon chiroyli qilishgan boru, dizaynga gap yo'q. Hamma yoqda qimmatidan. Lekin aytayapman, bu hovlimiz puliga stoyit. Naryoqda detskisi bor. Hamma yog'i mavjud. Shkafni ham chiroyli qilib qo'yishgan mana. Shkaf detskiga. Hurmatli obunachilar, narxiga kelsa, narxini $72,000 deyishyapti. Bizni nomimizga kelsalar, xudo xolasa yana tushib berishadi. Kerak bo'lsa, o'zim guvohman, bitta kvartirani pulini tiqib yuborishgan shu joyga. Hamma mebel jihozlari ham, anaqa xom ashyosi ham qimmatidan qilishgan o'zimga deb. Mana shu vannamizda ham topli poli bor. Pastda raqamlar qoldiraman, alo deb yuborsanglar, uyda egasi qolgan ma'lumotni berishadi. Agar oz-moz kamchilik bo'lsa, biz o'zimiz lishni uzrimizni so'rab qolamiz.